Men Bo'y va Nurxon chustda istiqomat qilaman. Shu chust mehnati, chust pular bilan ishxona ochdim. 3-avlodman. Onamni, onasini ishini davom ettiryapman. Hozir mana avlodimdan katta qizim shu ishini davom ettiryapti. Ishxonam bor. Chust pulari degan ishxonam bor. 50 tadan ko'p ayolim bor. Uyda ishlashadi hammalari. Shu do'ppi bilan shug'ullanaman. Buni do'ppini mashaqqati rosa qiyin, lekin sabr qilasiz, yutib chiqasiz. Keyin g'amingizni chiqaradi-da. Ayollar bilan o'tirib, bir chiroyli maslahatlar qilamiz, chiroyli rejalar tuzamiz, chiroyli naqshlari o'zimizcha do'ppiga rivojlantirib, do'ppini nusxalarini ko'paytiramiz. Nusxani do'ppimizda 10 tadan ko'p nusxalari bor-da. Eng ketadigan do'ppimiz hozir mana shunaqa qo'shtaroq. Bu qo'shtaroq do'ppimizni zakasi ham ko'p, xaridori ham ko'p. Nimaga deganda, buni ichidagi pildiroqlari, mana bu mehnatlari odamni o'ziga jalb qiladi. Bu silliq tikilgan. Aslida bu mana shu do'ppini jo'jacha nusxa degani bilan aslida bu 4 ta qit'a. Tinchlik ramzi. Shimol, janub, g'arb, sharq tinchlik ramzi bu. Mana do'ppimizni tayyor holatda bu. Bu mana bu do'ppimizda ham 4 ta qit'a bo'lgani bilan hamma qit'ada oila bor. Juftliklar, ayol, erkak. Juftliklar bor. Bu aslida tinchlik ramzi. Do'ppini kiyishdan maqsad tinch yashaylik, osoyishta yashaylik, ahil yashaylik, barakatli bo'lsin ishimiz deb niyat qilgan odam doim do'ppi bilan yuradi. Bu aslida og'ir mehnat, lekin shirin mehnat. Mana sizga bir narsani ko'rsatmoqchiman. Mana shu yigna. Bu yignani ancha-muncha odam ushlay olmaydi. Bu yigna bilan mana shu oq ipni qanaqa qilib naqsh qilasiz u, mana shu kichkinagina chuchvarachalari qanaqa qilib qilasiz u, bu sabr. Mana shu eng toza do'ppi tikkan ayollarim ham chiroyli, ham sabrli. Bu ko'zingizga, aslida ko'zingizga mashg'ulot. Men shukr qilaman, do'ppini orqasidan jahon aylandim. Shuni orqasidan shukr qilaman, medal oldim. 2018-yil Allohga shukr qilaman, prezidentim bilan uchrashdim. Do'ppichilikni rivojlantiraman dedim. Mana rivojlantirdim. 50 tadan ko'p ayolimiz bor, ish bilan ta'minlanyapti. Xudo xolasa niyat qilyapman, shu yil 100 tadan ko'p ayol qizlari ishga olish niyatim bor. Bitta do'ppi tiksangiz 15 kunlik ro'zg'oringiz bor. Mana endi mana qo'limda Namanganning chust do'ppisi. Bu nozikligi bilan, o'zini mehnati bilan farq qiladi. Namanganning chust do'ppisi ham yengil, ham qulay, ham sifatli. Shuhrat medalini mana oldim. 2021-yil. Endi bu yil mo'tabar ayol medalini berishdi. Shukur, bu ham bir menga bergan mas'uliyat. Medalni olib, medal oldim deb suyunmayman. Buni olgandan keyin yana bozorlarga cho'kishim, yana tadbirlarga borishim, yana qizlarni bu mehnat bilan jalb qilishim kerak.